Hay bal aynalar. Gazga borsapsizlarmi? Yaqinlashib qoldingizmi? Gap yo'q. İşlerin. Kim ayna qandaysiz? Yaxshisizmi? Salomatingiz yaxshimi? Xudoga shukr, yaxshi, zo'r. Ayna bilan bir hafta oldin hijom olgan edik. Vafshim zo'r ekan hijomim. Mana shu davlenlarim baland edi, tushib normal bo'lib qoldi. Hech og'riq sezganingiz yo'q. Hammasi yengillik inshaalloh. Hammasi yengil bo'lib qoldi. Mahallalar, boshlar hamma yengil bo'lib qoldi. Yana bu o'zim kanalıma qo'yaman. Yana bir ikkita do'stlarimiz bor, ular qo'yadi. Keyin hozir osteoxondrozingizga biz shuluk qo'yapmiz. Shuluk hozir chaqqani, shuni shulukni so'rayotgani bilinyapti ayna sizga. Buna og'riymi yo'qmi buna? Kim etib sal mal bilan ba'zi bilinmay qoldi. Bilinmay qoldi. Yaxshi. Buna endi mana shu osteoxondrozlaringiz mana tuzlarni haydaydi bu inshaalloh. Juda yaxshi bo'lib ketasiz. Ana o'zimizning xalqimizga, musulmonlarga nima deysiz? Bizni tavsiya qilasizmi yo'qmi? Buna ko'rib turganlar, YouTube'da ko'rib turgan ağayınlar, buna kelingizler, hammasi zo'r. Buna men davlenim baland edi. Qon bosim oshib ketgan edi. Shuni bir marta hijom qildi. Davleni tushib normal bo'lib qoldi. Buna bo'yinda buna osteoxondroz bor. Sal-sal tomirlar tortiladi, ana shuga keldim. Buna hozir shuluk qo'yapti. Shuluk ham juda zo'r, odamga juda ham yaxshi xo'sh chaqyapti-da. Juda zo'r. Inshaalloh mana bu inshaalloh bu tugab yaxshi bo'lib ketasiz, qarang. Shuluklar juda buna semiryapti, to'yayapti inshaalloh. Hay, bo'pti ayna, rahmat. Hamma chinni aytish kerak, rost to'g'risini aytish kerak. Bo'ldi ayna, rahmat. Adamlar eşitmedim demingler. İş var Tacikistan'da Dushanbe şehrinde iş aynalar. Kosmetический ремонт. Nima ish desangizlar, kosmetikaga, gipsokardon, plitka va shpaklovka. Plitchikning zo'ri kerak. Gipsokardon uradigan professional kerak. Shpaklovchik ham shunday. Dizayner bilan ishlaydigan. Pulga kelsak, yani 99% javob Eshanbo oldin ham chiqarganman. 1 yil oldin bu Eshanboning ishini chiqarganman. Yana adam kerak deydi aynalar. Adam kelyapti deydi. Lekin professional usta bolalar kerak deydi bizga deydi. Hozir 20 ta 30 adam yig'ilgan, yana adam kerak deydi. Aynalar telefon nomerlarini qo'yib o'tamiz. Promoy telefon qilsangizlar bo'ladi. Eshanboga promoy telefon qilasizlar. WhatsApp nomerlarini ham qoldirib o'tamiz. WhatsAppga ham telefon qilaveringizlar. Keyin aynalar Telegram kanalimiz bor. Laqaylar birligi 8 deb yozasizlar Telegramga, promoy gruppaga qo'shib kelaverasizlar aynalar. Aynalar yana bir narsani aytib o'tayki, ba'zan barodarlarimiz bilmaydi va eshitmagandir. Taylab qo'ying. Hijama Center ochilgan metro Kotelnikida. Agar pod Moskvadasizmi, Moskva va Moskovskiy oblastlarga boradi. Moskovskiy oblastlarga 10 kishi, 15 kishi bo'lsangizlar, telefon qiling, hajayna kel desangiz, yugurib uchib borib hijama qilib kelaveradi. Biz dokument aynalar bo'lsa. Nima deyman aynalar? Jonlaringiz sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, o'zlaringizni asraydi. Aynalar Hadmen Hijama Centerning de aynalar hijama qilyapti, videolarni qo'yamiz, ko'rib o'tasizlar aynalar. Nima deyman? O'zlaringizni asrangizlar, bitta like qo'ying, basing likening ko'tiga tebing churullab ketsin. Keyin bekor jirgan aynalar Tojikistonda ko'p professional ustalar. Shular borib turib ishlasin. Dushanbega borib. Jatadigan joylarini ham beradi. O'zlaringizni asrangizlar.